YouTube'dagi qadrli auditoriyam, mani sevimlilarim, anchadan beri sizlar bilan video qilmabman va hozir shunday potokda bor energiyam bilan, bor resursim bilan sizlar bilan ertaga boshlanadigan sevgi kodi marafoni haqida qisqacha ma'lumot berib o'tishni xohladim. Chunki bu proyekt haqiqatan man ko'p sevgi bergan, man ko'p insaytlarimni bergan va haqiqatan sizni hayotingizni cheksiz gradusga transformatsiya qilib yuboradigan proyekt. Sevgi kodi marafoni birinchi o'rinda o'zini sevishni o'rganishni istagan ayollar uchun. Sevgi kodi marafoni birinchi o'rinda yaqinlari, nafaqat bu erkak kishi, ota-onasi, yaqinlari, ishidagi hamkorlari, o'zini hayotida uchraydigan insonlar, umuman butun dunyo bilan sevgi formulasi, sevgi qonunlari asosida munosabat qurishni, o'zini qadriga yetishni, o'zini samootsyenkasini ko'tarishni, o'zini hayotga bo'lgan ishonchini oshirishni va o'zini bu hayotda nima uchun kelganini va qanaqa missiyasi borligini aniqlab, ana shu missiya uchun harakat qilishni istagan ayollar uchun eng zo'r, eng yoqimli, eng energiyasi yumshoq, eng insonlarni qalbiga olov va sevgi singdiruvchi va umuman o'zini anglagan ayollar uchun bu loyihani bor sevgim, energiyam, tajribam bilan yaratdim va o'ylaymanki, bu proyekt sizni ham yuragingizga kiradi, sizni ham yuragingizda mustahkam joy egallaydi. Erkaklarning psixologiyasi qanaqa abyuzer kim, manipulyator kim, narsist kim, umuman psixotiplari erkaklarni raqamlarga qarab, kstati, masalan, 1-chisloda tug'ilgan bo'lsa, unga qanaqa psixologический подход qilish kerak, 7-9-chisloda tug'ilgan bo'lsa, 3-chisloda qanaqa, har bitta erkak kishi tug'ilgan sanasiga qarab xarakteri har xil bo'ladi. Har biriga qarab qanaqa qilib xarakteriga moslashish mumkin, ularga qanaqa muomala qilish mumkin, qanaqasi ularni hayotida o'rni tengsiz ayolga aylanasiz. Shularni hammasini o'tamiz. Ertaga sevgi marafoni boshlanadi va butun may oyi davomida biz siz bilan sevgimizni, sevgi energiyamizni, qalbimiz bilan insonlarga bo'lgan munosabatlarimizni, insonlardan bo'lgan kutuvlarimizni to'g'irlaymiz va umuman haqiqiy sevgi malikasiga, sevgi qirolichasiga aylanamiz. Shuningdek, 10 ta meditatsiya bor. Bir oy davomida, 30 kun davomida har kuni men bilan birga meditatsiyalar qilasizlar. Har kuni men bilan birga efirlarda o'zingizlarni qiziqtirgan savollarni berasizlar, razborlar qilamiz. Shuning uchun men o'ylayman, sevgi kodi marafonida minglab ayollar qatnashishi kerak, chunki minglab ayollar o'z qalbini sevgiga, uni qadrlaydigan inson bilan munosabatlarga, jonidan ortiq ko'rib dunyolarga bermaydigan insonga har bir ayol arziydi, har bir qiz arziydi. Shuningdek, 25 yoshdan o'tgandan keyin agar o'zingizlarni ko'nglingizdagidek insonni uchrata olmayotgan bo'lsangiz yoki ajrashganingizdan keyin bitta yigit qayta bir xil tipaj, to есть erkaklarning bir xil turi hayotingizda qayta paydo bo'layotgan bo'lsa, nima sababdan unaqa bo'ladi? Nima harakatinglar tufayli shunaqa bir xil tipajdagi erkaklarni hayotingizga kirityapsizlar? Hammasini razbor qilamiz. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. O'ylaymanki, sevgi kodi haqiqatan qalbingizni sevgiga, atrofingizdagilarga sizni magnit ayol qilib ko'rsatadigan va qalbingizni sevgiga to'ldiradigan O'zbekistondagi eng zo'r loyiha. Uni ichiga men bir necha millionlik narsalarni, texnikalarni, meditatsiyalarni kiritganman. 100 ming qilganimni maqsadi ko'proq ayollarga yordam berish, ko'proq ayollarga o'zi bilan bog'lanishga, qalbi bilan bog'lanishga, erkaklarni ko'proq tushunishiga, munosabatlarni ko'proq tushunishiga shans yaratib berish. Shuning uchun qizlar kutaman. Qanaqa qilib yozilamiz desanglar, hozir pastga Telegram kanalimni qo'yaman. Telegram kanalimga o'tib to'liq ma'lumotlarni bilib olasizlar. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Sevgi marafonida ko'rishguncha, весь may sevgi energiyamiz, ayollik energiyamiz bo'yicha ishlab, meditatsiyalar qilib, mutlaqo boshqacha formatdagi ayolga aylanamiz. Men ishonaman, sizlar buni uddalaysizlar. Chunki sizlar mening sevgilarimsizlar.